Qizlar, bugun 12 haftalik homiladorman. 3 oylik bo'ldik. Bugun doktorda anaqam bor edi. Doktorga borishim kerak edi. Doktorga borib keldim va sizlarga hozir nima ko'rsataman aytayman. 12 haftalik bolami 4D'sini ko'rsataman. Men 4D'da ko'rsatadi o'ylamagandim, lekin 4D. Xudoga shukr, yaxshi o'syapti ekanlar. Koreyada 12 haftada nima kutasiz? 12 haftalikda bolangizni nogiron emasligiga tekshiruv qiladi. Shu tekshiruvdan bugun o'tdik. Juda ham sog'lom dedi, xudoga shukr. Agar hozir meni realniy hayotda ko'radigan bo'lsangiz, qornim umuman ko'ringani yo'q. Birov meni homilador deb o'ylamaydi. Hali ham o'shandaq figurada turibman. Qornim chiqqani yo'q, lekin bolani sayzi, rivojlanishi hammasi odamchaga o'xshab turibdi. Sayz. Qornim chiqmayapti, lekin betim ishyapti. 9 oyga borib bo'lib ketsam kerak. Doktor savollaringiz bo'lsa bering dedi. Savolim birinchi bo'lib, kollagen ichsam bo'ladimi deb so'radim. Kollagen ichsangiz bo'ladi, hech ham problema yo'q, bemalol ichavering dedi. Hozircha shu. Keyin ko'nglim aynayapti hali ham qizlar. Ko'nglim aynish umuman qolgani yo'q. Doktor dori yozib berganda, kecha test qilgandim, ya'ni bir kun ichmay ko'raychi dedim. Jinni bo'lib qolay dedim. Birinchidan ko'nglim yomon aynadi, ikkinchidan yonimda turgan odam yeb qo'yay deyapman. Oldimda odam turmasa, o'zimni yeb qo'yay deyapman. Shunaqa miyam asabiy bo'lib qolgan.